Azizlerim, sizlere yengilik izlep, Optim Avto Tuning magazinine geldim. Hazır birdagi narsalarini, skikkeleri hamda narx-navoları bilan sizlarni qisqacha tushuntirib berib o'tib ketadi azag'amiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Meni podpischiklarim uchun ham yengiliklaringizni hamda skikkalaringizni bir e'lon etib bersangiz. Bo'ldi, hozir siz uchun podpischiklaringiz uchun zo'r skidka etib beramiz. Şurada ko'rib turganinglar chexollari, polni, keyin rulni chexoli, sidena chexoli, 4 eshik shumkasi, Cobalt, Gentra, 12 Lacetti mashinalar, Nexia mashinalar uchun 4 eshik shumkasi, xalqlar rangida torpeda chexoli, rul chexoli, shurada xalqlar rangida sidena chexoli 1 million so'mga qilib beramiz sana. Podpischiklarim ko'pchiligi ayollar. Shu ayollar ham mos bo'lgan narsalaringiz bormi sizning magazingizda? Ayollar mos narsamiz. Endi kelsalar, addinli ayol klientlar uchun bir dona bir podarkamizni beramiz. Mashinani taxlab bo'lgandan keyin podarkasi bor. Ayol shoferlarimiz uchun agarda siz kanalimizni aytib kelsalar. Agarda bizda hozir pulimiz yo'q deydigan oylikchi obunachilar puldan olsa, eldinda 200 ming so'm pul bersa, shu xizmatimizni qolgan 3 oyga 266 ming so'mdan to'lab sizlar ham bo'ladi. Hech qanday foiz pul narsa minmaydi. Nafaqat bu chexol bu narsalar bizning do'konimizdagi xohlagan narsalar ham shuni bo'lib turadi. Bir pasport bilan kelsalar yo'lga qo'yib qo'yibmiz. Yine bir de har xil turdagi narsalarni ko'rishlaringiz mumkin. Xohlasangiz rullarni almashtirasizlar, farlarni, bu yerda rulini qo'yiladigan har xil chexollar bor ekan, yozgi, qishki. Yine ayollarimiz uchun zarli variantdagilarni ko'rishlaringiz mumkin. O'zlaringiz saylab, ko'rib olaverasizlar. Bu yon tomonimizda esa diskalar. Ularni barterat ketsalar bo'ladi. O'zinikini hisoblab olib, bilan qo'yib beraveramiz. Ha, almashtirib berasiz. Barter xizmatlarimiz ham bor. Do'konimizning endi manzillarini ham tanishtirib bersangiz. Manzilimizga keladigan bo'lsak, bu yon taraf Urganch shahar tarafdan kelsalar, Zapchas bozoridan o'tib keladilar, chakkaparnik svetoforundan ham o'tgan yerda avtoshop avtosalon bor. Shuni svetoforundan o'ng aylanadilar. Shurada yana bizning do'konimiz joylashgan benzin metan, bu yon taraf o'ng tarafimiz ham benzin metan. Orientir uchun KAMAZ ekskavatorlar duradi shurada. Shu ko'chadan kirgan yerlaringizda bir 100 metrdan keyin diska balonlarni chiqarib qo'yibmiz. Telefon ulashib, kelsaysizlar, lokatsiyani tashlab beramiz, yurtdoshlar kelaverasizlar. Ana azizlarim, kelaveringlar, bemalol xarid qilaveringlar. Bizning nomimizdan kelsangiz, sizlarga skidkalar, bonuslar bo'ladi hamda podpiska bo'lishni ham unutmanglar. Buni nomi Optim Avto Tuning magazini bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizlarni kuzatishda davom qilinglar. Like'larni esa oyamanglar.